Bir ota 10 ta farzandni boqishlikka qurbi yetadi, boqa oladi ham. Lekin 10 ta farzand bitta ota-onani boqa olmaydi. Og'ir kelib qoladi. Go'yoki o'sha ikkitagina ota-onangiz bir yil o'g'irib ketayotgandek bo'ladi taxayolingizda. Go'yoki ro'zg'oringizdan bor narsani yeb qo'yayotgandek tuyuladi. Lekin ahamiyat berib qarang. O'sha ota-onangiz yeyotgan bir luqmasini ham olib qo'yadi farzandimga bo'lsin deb. O'sha og'zidagi narsasini olib nevarasiga, o'sha sizning farzandingizning og'ziga solib qo'yadi, yesin deb tuyuladi. O'shani yemaydi. Ota yedingizmi mana bundan? Ona mana buni yedingizmi desa, qornim to'q bo'lib qo'yadi. Qayerdan qorni ochib ketgan? Lekin sizning farzandingizni sizni deb qornim to'q bo'lib turadi. Buni bilaylik. Bir savdogar erkak bor ekanda, savdo ishi bilan shug'ullanib yurar ekan. U onasidan ajralib ko'chib chiqqan ekanda, bir kuni onazor bir ish bilan chalg'ib qolibdi-da, taom pishira olmay qolibdi-da. Keyin ko'chib chiqqan o'g'lini uyiga kelib, kelinidan so'rabdi. Kelin, bir kosagina ovqating bo'lsa bergin. Taomlanmagan edim. Ovqatlanib olsam deganda, hech narsa demasin, taomni berib yuborar ekan ovqatni. Lekin qalbida g'araz bor-da. Eri kelgandan keyin eriga nima dedi? Onangiz siz ketganingizdan beri har kuni kelib mendan ovqat tilanadi. Har kuni uyingizdan narsa toshiydi. Biron kuni yo'qki, mendan so'ramagan. Deganda boyagi savdogar yigit ishonar ekan xotinning gapiga. Borib onasini urishar ekan. Uyimdagi narsalarni yeb qo'yding. Sen dasingni ro'zg'orga bilan nima turmaydi. Hamma narsa uyingga toshib ketayotgan ekansan. Dedi-da, onazorni yig'latib chiqib ketdi. Uyimga ikkinchi qadamingni bosma deb ketdi. Oradan vaqt o'tdi. Bir kuni savdogarlar bilan savdoga chiqqanda ba'zi bir sabablarga ko'ra karvondan ajralib qolar ekan. Ularga yetib kelayotganda yo'lda qaroqchilarga duch kelib qolar ekanda, savdosini talar ekan, o'zini ikki qo'lini kesib, bo'yniga osib qo'yar ekan. O'zini jo'natib yuborar ekan. Qonlari oqqan bir ahvolga abgor holatda yetib kelar ekan. Uni qarindoshlar ko'rgan kelishar ekan. Kelib qarasaki ikki qo'li kesilgan, bo'yniga osilgan turibdi. Sen onangni norozi qilib, ko'nglini og'ritganliging uchun ham mana shu jazoga mustahiq bo'lding. deb bunga dashnom berar ekanlar. Onangizor kelib qarasa, farzandini qo'llari kesilgan turibdi. Onajon, meni kechiring, men sizni noo'rin rangitdim, sizni xafa qildim. O'shaning sababidan mana shu jazoni oldim deganda, farzandim, meni ko'nglimni og'ritding, bilaman. Men sababidan mana shunaqangi ahvolga tushding, bundan ham xabarim bor. Lekin men bunaqa bo'lishini istamagandim. Faqat sendan og'ringandim. Men seni kechirdim, sendan xafa emasman degan so'zni aytdi. O'sha kuni boyagi savdogar onasining xizmatlarini qildi. Onasining ko'nglini oldi, yaxshi so'zlarni aytdi, chiroyli taomlardan pishirib berdi. O'sha kuni kech bo'ldi. Boyagi yigit uxladi. Ertalab turib qarasangki, ne mo'jiza. Alloh taoloning mo'jizasi ila boyagi savdogarning ikki qo'li asli holiga qaytgan edi. Bitta onani rozi qilishligi bilan Alloh taoloning mo'jizasi bo'ldi. Bu Umar roziyallohu anhu davrida bo'lgan. Bu bo'lgan haqiqat. To'qimaymiz azizlar.